Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Xullas do'stlar, bitta kichik komment yozibdi. Tak. Kam pulda ham o'ynab ko'ring aka, yoki ko'tarib bo'lmaydimi? Tak, ko'tarib bo'ladi, ko'tarib bo'lmaydi emas. Albatta ko'tarib bo'ladi. Ozgina risk bo'ladi. Ya'ni nima desam bo'ladi do'stlarga? 150 ming bilan ko'tarishga harakat qilamiz. Imminni o'sha inson uchun hozirgina bitta yangi shot ochdim va Melbet dasturida o'ynab ko'rsatib beraman. Do'stlar, Melbet dasturini sevsangiz biz Telegram kanalimizda bor jigarlar. Albatta ko'ngillar uchun Leon 97 promo kodi bor. Albatta ro'yxatda o'tib 3600 so'mgacha bonus qo'lga kiritamiz do'stlar. Keyingi hafta Melbet dasturida rozgirish bo'ladi. Albatta promo koddan ro'yxatda o'tib hamma tayyor tursin. Promo koddan ro'yxatda o'tib albatta 100 ming, 110 ming depozit ham qilib qo'yinglar albatta. Akkauntlaringizga albatta qo'shimcha pul tashab beraman yana. Telegram kanal silkasi albatta video nafsini istamda kamerada qoldiriladi. Ko'ngillar bo'lsa albatta o'tib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kecha rost do'stlar, O'zbekiston g'alaba qozondi. Men вообще-то ishonmayotgandim. Qaradim, shu 35-30 daqiqalarda bitta golni mixlab qo'yishdi va srazi na место stavkani bosib yubordim mana choqillatib. Melbet dasturida emas, bu albatta Linebet dasturida. 15 limonni qo'ydim, 22 bo'lib qaytdi 45 daqiqadan keyin jigarlar. 2-0. Вообще-то comeback bo'ldi. Ertalabdan Western Slots o'yinining mazasini qochirib qo'ydi mana. 43 million, 10 million bir. Shu Zaksstarsda. To'g'risi oxirgi paytda comeback bo'lyapti pobedalar ham. Tak, balansimizda 172 ming so'm pul bor. Bu unchalik katta pul emas. Qani bo'lmasam shuni ko'tarishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha albatta. Nima deysizlar, buni ko'tarib bo'ladimi yoki yo'qmi, yoki yutqazib qo'yamizmi? Tak, bu yerga 3500 so'm pulni bosamiz. Ketdi. 1 2 1 7 chiqib qoldi. 2 Voy bilad, hozir yutqazib qo'yaman jallab. 193 ming. Bo'lar ekan, lekin ko'tarsa asta-sekin faqat. Patixonka bilan. Bitta tomonda turib qolish yomonda shu. Menchilar chiqaveradi, zaybat qilaveradi bu yoqdan. 228 ming. Lekin birov risk bilan bo'ladi, bu risk bilan. Hech qachon o'zini ko'tarish qiyin. 223 ming bo'ldi, past 236 ming. 240 ming bo'ldi. 2x gacha ko'tarsangiz bo'ladi, bro. 2x dan baland qiyin. Ya'ni 350 ming qilishingiz kerak bo'ladi o'shanda. 350 ming qilsangiz bo'ldi, bro. 58% harakatda boshimizmi? Malades, 61 ming bo'ldi. Past 70 ming, 77 ming. Yana 100 ming pul ishlashimiz kerak, jigarlar. Bro, albatta ko'tarsa bo'ladi. 99 ming. Shu 300 mingga ham chiqardik mana. Shu qanchada? Hozir 130 ming so'm pul ishladik, 128 ming so'm. Tak что yomon natija emas. Mayda summadan ham ko'tarsa bo'lar ekan. Okam mana. Lekin azmuncha risk pistlar bo'ladi bu yerda. Atak lekin ko'tarsangiz bo'ladi, bro. Bilat. Axuyet, 278 ming. No risk, no rezultat degan joyi bor. Men shiga dagon qilib turganimda dagon ko'tarilib 96 mingga chiqqanda bolshiga bossam chiqmadi. Mana ko'ryapsizlar, hech qachon bir tomonda to'xtamaylar. Bir tarafda to'xtamaylar jigarlar. Agar menchi chiqmadimi, sirasi bolshiga olish kerak. Bolshini berayotgan paytda. 2-3 podrяд berayotgan paytda uchinchisini ham beradi. Atak shunaqangi qilib yutish kerak kontorani, boshqa iloji yo'q. Xullas do'stlar, 348 ming bo'ldi. 350 ming qilsak o'yinni yakunlaymiz, jigarlar. 353 ming bo'ldi. Bro, mana 2x ko'tarsa bo'ladi balansni.
Minimal hisobda ham men ko'tara olaman. 1.97 admini bo'lib turib ko'tara olmasam, bu ozgincha uyat bo'ladi deb o'ylayman. Kam shotdan ham ko'tarsa bo'lar ekan pulni. Mana bro 5 daqiqanchilik hisob, ya'ni sizga isbotlab berdim keltirib. Bu yomon natija emas. Hozir albatta stavka qilaversam, men minusga kirib ketishim mumkin, lekin shayton baribir meni yo'ldan uryapti. Bosishga majbur qilyapti ana shu knopkachani. Lekin men o'zimni to'xtata olaman, azartimni yengaman va shu yerda dal shu o'tashni davom etaman. Kerak bo'lsa ana shuni bir kunlik hisobida 3 million yoki 9 million qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladimi yo'qmi? Albatta kommentga yozinglar. Qani qilganlar bormi? Ko'targanlar minimal shotda. Men minimal shotda 1 yil, 2 yillarcha o'ynaganman. Ya'ni 100 ming depozit qilib 1 million, 1,5 million qilib chiqarib olganman. Yana bir haftadan keyin kirib 200 ming depozit qilib 3 million qilib chiqarib olganman. Shunaqa qilib ko'targanman. 1 yilda ashta o'zimni tiklab olganman. To'liq. Azartimni ham yengib, keyin katta shotga o'tib ketganman. Ya'ni 1 million depozit qilganman, 20 million bo'lgan, 30 million bo'lgan, 60 million bo'lgan chiqazmaganman. Faqat 100 million bo'lgandan keyin tepasini chiqarib turaverganman, kesib 20 million, 15 million. Atak shunaqangi gaplar jigarlar. Leon 97uz kanaliga albatta obuna bo'lib qo'yamiz. Birovni zadaniyasini ham bajardik mana. Tak shu Telegram kanal silkasi videoni sanastamda kamera qoldiradi. Biz bilan aloqa jigarlar. MTRK Maruf Pro 3.7 yana bu kanal silkasi albatta qidirib topsalaringlar bo'ladi. Yozib mana Leon 97uz deb kanalimizda 4077 ta biz bilan birga faoliyat yuritayotgan obunachilarimiz bor. Hammaga omad jigarlar. Go, sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Astrogang